Assalomu alaykum hammaga. Namangan viloyati Koson tumaniga mol tarozi olib berdik. Bitta hoji akamizning mol firmalariga. Tarozimiz uzunligi 2 metr, eni 1 metr. Ko'tarish tonnasi 1 kilodan 2 tonna, 3 tonna, narxi bir xil chiqadi. Bu tarozimizning narxi $520. Dastavkamiz alohida kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz. Esingga davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham chiqarib beramiz. Bu tarozimizning afzalligi ularni hech ko'rsatib beriladi. Afzallik tomonlarini sizlarga ko'rsatib beraman. Videoga olishi qolganda sifrlar o'ynamaydi. Endiylik mana akamiz chiqishdi. Ko'rsatuv. Mana aka bemalol aqabaqa qimlaydi. Mana aqabaqa mol qo'y tortganlaringni ham qimlaganini ham sifr o'ynamaydi. Asosiy muammosi hozirgi holatda dehqon bilan qassobning o'rtasida bo'lib turgan holatlari mana shu bo'ladi. Kilosi o'ynayapti deb. Biz mana tarozimizni kilosini ko'rib turganingizdek, sifrlar o'ynamaydi, bitta kiloni ushlaydi, toshna kilo chiqarib beradi. Xatoligi 0% ga teng. Zapchastlar turganiki, bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat.